Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Siz bilan yana Sir ortida audio hikoyalar YouTube kanali. Ekranga qulayroq joylashib olishingizni istardik. Hikoyamizni boshlashdan avval ushbu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizni istardik. Biz boshladik. Hikoyamiz davomida Yuining baxtli onlari. Yui nima uchun bunchalar qattiq ko'z yosh to'kdi? Bu savollarga biz siz bilan javob izlaymiz. Hikoyamiz qahramoni Yui. U Yaponiyaning Nagoya shahrida tavallud topgan. Yui bolalikdan xushbichim, doim kulgu, ota-onasiga mehribon, ukasi va singillari uchun qadrli va sevimli opa edi. Yui maktabni tamomlab, ota-onasiga pul topishda yordam berishni o'z oldiga maqsad qildi va o'z uyi atrofidagi do'konda sotuvchi bo'lib ishga kirdi. O'z ishini mukammal o'rgandi. Kunlar o'tib borar. Bu orada uning yoshi ham 20 dan o'tdi. Yuining onasi, "Qizim, meni oldimga kel", deb xonasiga chaqirdi. Ona Yuiga, "Qizim, ishlaring yaxshimi?" dedi. Yui, "Ha, yaxshi", dedi. Ona, "Qizim, sen uchrashuvga chiqishing kerak. Seni bir do'stimning o'g'liga so'rashyapti. Axir sen ham turmushga chiqadigan yoshga yetding", dedi onasi. Yui uyalib, qizarib, xonasi tomon yugura ketdi. Uchrashuv kunini onasi Yuiga aytdi va Yui uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish uchun xonasiga yo'l oldi. Yui xonasiga kirib, juda hayajonga to'ldi. "Men ham turmushga chiqamanmi? Men ham dugonalarim kabi oppoq ko'ylak kiyamanmi?" deya o'ziga ishonmay ketdi. Yuziga yana quvonch tabassum yugurdi. Axir dugonalari ham turmushga chiqib bo'lgan edi. Yui nihoyat uchrashuvga chiqdi. Yigit ham Yui kutgan yigit edi. Yigitning ismi Kaito. Gap so'zlari joyida, ma'lumoti oliy, o'ziga qaragan, Yui orzusidagi yigit edi. U Kaitoga ko'ngil qo'ydi va ular oila qurishdi. Oilada Yui va Kaito juda ajoyib juftliklar edilar. Bir-birlariga mehr berar va bir-birlarini yaxshi ko'rar edilar. Har qanday vaziyatda ham bir-birlarini tushunishar edi. Yui ham turmush qurganiga roppa-rosa 5 yil bo'ldi. Yui va turmush o'rtog'i Kaito juda baxtli yashashar edi. So'ngra esa ular farzand ko'rishni rejalashtirishdi. Oradan oylar o'tib, Yui turmush o'rtog'i Kaitoga ular tez orada farzand ko'rishlarini aytdi. Bu shunday baxtli kunlar ediki, Yui va Kaito farzandlari uchun ismlar ro'yxatini tuzishdi. Ism tanlashda ularga Kaitoning otasi yordam berdi. Ular o'g'il bo'lsa Yutto, qiz bo'lsa Miyo ismini qo'yishga kelishib olishdi. Farzandlari va nihoyat sog'-omon dunyoga keldi. Bu kunlarni yosh oila juda ham intizorlik bilan hayajonda kutishgan edi. Farzandlariga Yutto deb ism qo'yishdi. U o'g'il bola edi. Yuttoni juda yaxshi ko'rishar edi. Hayotlari quvonchga to'lgan, uylarida bola yig'isi eshitilib turar edi. Oradan yillar o'ta boshladi. Kichkintoy Yutto ham qadam tashlay boshladi. Onasi Yui Yutto o'g'lini bir soniya ham yolg'iz qoldirmas. O'g'li Yuttoni jonidan ortiq yaxshi ko'rar. Otasi Kaito ham ishdan kelishi bilan o'g'li Yuttoni tutib, "Meni polvonim, meni shirintoyim", deb erkalar edi. Ular juda baxtli oila edi. Hayotda insonlar turli tuman sinovlarda sinalib borar ekan. Bu sinovlar
ota va ona Keito hamda Yuini ham cheklab o'tmadi. Oradan yillar o'ta boshladi. Kunlarning birida o'g'illari Yutto endigina 3-sinfga o'tgan edi. O'g'il uyga kelib, onasi Yuini chaqirdi. "Ona, meni qonim og'riyapti", dedi. Yui, "Dori beraman, qorning ham bosilib qoladi", dedi. Va ona xonasidan og'riq qoldiruvchi dorini olib uni ichirdi va Yutto uxlab qoldi. Ertasi kuni tongda Yuttoning xonasidan Yuttoning yig'isi eshitildi va Yui yugurib chiqdi. Yutto qornini qattiq ushlab tinmay yig'lar edi. Yui turmush o'rtog'i Keitoga o'g'lini tezda doktor huzuriga olib borishini aytdi va ular doktorga borib tekshiruvlardan o'tishdi. Tekshiruv natijasiga ko'ra o'g'illari Yuttoning oshqozonida saraton borligi aniqlandi. Bu rivojlanayotgan, hatto 2-bosqichdan ham o'tib ketganligini ko'rsatdi. Bu holatda ota-ona hayratga tushdi. Yui butkul o'zini yo'qotib hushidan ketdi. Turmush o'rtog'i esa Keito Yuiga dalda bera boshladi. "Hali o'g'limiz tuzalib ketadi. Biz taslim bo'lmasligimiz kerak", dedi. Yui, "Keito, o'g'limiz tuzalib ketadimi?" dedi. Keito ham, "Ha, sen o'zingni bos. Sabr qil", deb bir-birlarini yupata ketishdi. Bu orada Yui ko'z yoshlarini artdi. Doktor bola Yuttoga uyda ximiyoterapiya olishi mumkinligini aytishdi. Lekin bu ximiyoterapiya ham 50-50 ekanligini tushuntirdi. Va ular ximioterapiyani uyda olishga kelishib olishdi. Ular bolani uyga olib kelishdi va xonasiga yotqizishdi. Bu orada Yutto yurishdan ham qoldi. Yui farzandini tepasida kechalari goh uxlamay Yutto o'g'lini yupatib chiqar edi. Yutto yig'lar, "Ona, meni qutqaring", deb. Yui ham bunday vaziyatga chiday olmay, o'g'li Yuttoning xonasidan chiqib, ko'z yoshlarini to'kar edi. Qo'llaridan hech narsa kelmas. Bu juda og'ir vaziyat edi. Doktor qabuliga borish fursati ham yetdi. Tahlil natijalariga ko'ra, ximiyoterapiya foyda bermadi. Bu juda og'ir vaziyat edi. Doktor bolani sanoqli umri qolganini aytdi. Yui, "Yo'q, meni bolam o'lmaydi", degancha past ovozda, ko'zlarida yosh bilan birin-ketin ko'zlaridan yoshlar oqa boshladi. Turmush o'rtog'i Keito uni mahkam tutib, "Boshimizda bunday kunlar ham bor ekan", deb yupatishga harakat qildi. Bolani uyga olib kelishdi. Yuttoni butkul sochlari to'kilgan. Hattoki yurishdan, gapirishdan, taomlanishdan ham asta-sekin qolayotgan edi. Yui oshxonada taom tayyorlayotgan edi. Yuttoning otasi Keito esa o'g'lini yonida edi. Bola Yutto onasi Yuini chaqirdi. Ota-onasiga qarata, "Meni maktabimga olib boring, do'stlarimni ko'rgim kelyapti", dedi. Ota-ona "Xo'p", deb bolani aravachaga solib maktab tomon olib borishdi. U sinfxonada do'stlari bilan ko'rishdi. Yui o'g'lining yuzidagi bu kulguni anchadan beri ko'rmagan edi. Shundan so'ng Yutto do'stlari bilan xayrlashdi va o'z uylari tomon yo'l olishdi. Va ular uyga yetib kelishdi. Yutto ota-onasiga qarata, "Men sizlardan juda xursandman. Men sizlarni quchoqlagim kelyapti", deb birinchi otasi Keitoni, so'ngra esa onasi Yuini mahkam quchoqlab, ko'zlarini asta yumib, shu onda Yuttoning joni uzildi. Ota-ona hayotda bunday yo'qotishlar, sinovli kunlar kelishini kutishmagan edi. Ular farzandlarini
juda yaxshi ko'rishar edi. Yaqindagina yonlarida o'ynab kulib yurgan farzandlari Yutto endi ular orasida yo'q edi. Ha, ota-onaga farzand dog'ida azob chekib qiynalish bu juda og'ir. Oradan oylar, kunlar ham o'ta boshladi. Ular oxir sabr qilishdi va bunga ko'nikishdi. Sabrlariga yarasha va nihoyat ular yana bir bor farzand ne'matini his qilishdi. Shiringira qizaloqli bo'lishdi. Chaqaloqni ismini Meyo deb qo'yishdi. Qilgan sabrlari yana meva berib, xonadonlari yana o'yin, kulgu, quvonchga to'ldi. Xulosa qiladigan bo'lsak, farzand bu aziz ne'mat. Hech qaysi bir ota-onani yaratgan egam farzand dog'ida sinamasin. Bu hikoyamiz siz-u bizlarni har qanday vaziyatda ham sabr qilishga undaydi. Bizni sir ortida YouTube kanali ham asta-sekin qadam tashlashni boshladi. Shu kungacha kanal biz kutmagan natijalarga erishdi. Yana eslatib o'tamizki, YouTube kanalimiz statistikasiga qaraganda qariyb 80% kuzatuvchi bizni obuna bo'lmasdan kuzatishar ekan. Sizdan birgina bizni kanalga obuna bo'lib kuzatishingizni so'rab qolamiz va biz kun ora yangi hikoyalarni chiqarishda davom etamiz. O'zingizni asrang, omon bo'ling.